Assalomu alaykum. Uziplar haqidagi yakuniy video qismiga yetib keldik. Mavzu uziplarni shit ichida to'g'ri terish haqida bo'ladi. Endi shit ichida yig'ilish qoidalari bilan tanishib chiqaylik. Bu birinchi toifa uzipga kiradi. Ko'rib turganimizdek, barcha qurilmalari katta-katta bahaybat o'lchamlardan iborat bo'lgan qurilmalar. Uziplarni o'zi ham katta hajmdagi hisoblanadi, chunki juda katta energiyani 10 ga 350 bo'lgan impulsdagi energiyani yutishga qobiliyatli hisoblanadi. Uziplarni shit ichiga terishda o'ziga xos qonun qoidalari bor. Ana shu qoidalar bilan batafsil tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsak, mana bu yerda g'altaksimon qilib chizilgan L1, L2 deb nomlagan uzipimizga yetib keladigan kabellarimiz to'g'ri shaklda bo'ladi. Bunday jingalaksimon qilib o'ralmasdan kiriladi. Aynan shunday o'rab qo'yish holatlaridan juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sababi avvalgi darslarda o'tganimizdek, har bitta kabelimiz, har bitta o'tkazgichimiz induktivlikka ega hisoblanadi. Har bir metri taxminan 1 mikrogenlikni beradi. Bu degani chaqmoq zarbasi falon kilovolt yetib kelganida aynan shu induktivligimiz o'zida shu energiyani to'playdi va o'zida hosil bo'lgan katta kuchlanish bilan qo'shilib himoya qilinayotgan qurilma tarafga o'tib ketishi hech gap emas. Bu juda xavfli holatni keltirib chiqaradi. Shunday holat bo'lmasligi uchun ham parazit induktivlikdan qutulishga harakat qilinadi. Shuning uchun ham mana bunday ulash ko'rinishi o'chirib, ya'ni taqiqlangan hisoblanadi. Uzipga kelayotgan kabellarning uzunligi maksimal darajada kalta, qisqa bo'lishi kerak. Qancha uzun qilsangiz, muammo shuncha ko'payadi. Unda bunday ulash mumkin emas bo'lsa, unda qanday ulash mumkin desak, demak tushunarli bo'ldi. Kabellar kaltaroq bo'lishi kerak va shakl jihatidan tavsiya berilgan ulanish ko'rinishlari bor. Masalan, mana bunday ulasa tavsiya berilgan. V ko'rinishida kabellar bu tarafdan keladi, bu tarafga chiqib ketadi. Masalan, shu kirish avtomat tarafdan bu tarafdan kelsa, kiradi va o'zidan keyingi, ya'ni iste'molchi tarafga, himoya qilinayotgan iste'molchi tarafga ketadi. Aynan shu V shakli eng o'sha tavsiya berilgan holat hisoblanadi. Agar bunday sxemada ulashni, ya'ni bunday ko'rinishda ulashni imkoniyati bo'lmasa, unda mana bunday ulashga yo'l berilishi mumkin, lekin bunday ham iloji boricha bunday ulamagan ma'qul. Bu eng holatdagi ulanish hisoblanadi. E'tibor bersak, bir-biriga yaqin, juda yaqin qilib montaj qilingan. Nima uchun bunday qilingan deyiladigan bo'lsa, yuqori kuchlanishli zarba bir tomondan kelayotgan bo'ladi, kiradi va qaytib ketayotgani ham aynan shu bir-biriga yaqin holatda qaytib ketadi. Bu degani bu yoqdan kelayotgan zarba va qaytib ketayotgan zarba bir-birini kompensatsiya qilgani hisobidan induktivlik effekti tushadi bu yerda. Ana shu hisobidan xavfsiz zona paydo bo'ladi mana shu joyda. Ammo mana bu petля bo'lib osilib turgan joyi esa juda xavfli hisoblanadi. Shuni jihatidan ham tavsiya berilmagan, ammo qilsa bo'ladi degani. Uzip ishlab chiqaruvchilarning aksariyati bitta tavsiyani beradi. Mana bu sxemaga qaraymiz. Uzipimiz masalan, uzipimizga kelgan simimiz uzunligi bor va uzipdan, ya'ni zazemleniya klemmasidan chiqib va kontur zazemleniyaga ulangan kabelimiz uzunligi bor. L1, L2 deb nomlangan. Aynan shu kabellarni, ya'ni bitta yo'nalishdagi kabellarni uzunligining yig'indisi 50 santimetrdan ko'p bo'lmasligi kerak hisoblanadi. Bu hattoki GOST dokumentlarida ham ko'rsatilgan. Nimaga unday hisoblangan desak, aynan shu uzunlik ma'lum bir induktivlikni beradi va shu parazit induktivlik qo'shimcha kuchlanishni keltirib chiqaradi. Bu esa himoya qilinayotgan qurilmaga zarba berib, hattoki yaroqsiz holatga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerdagi kabellarning uzunligini barchasini kaltaroq qilishga harakat qilinadi.
Ba'zi bir holatlarda L3 uzunlik ham qo'shilib qolishi mumkin. Mana bu pastdagi sxemalarga qaraymiz. Kirish liniyasidan mana bu yerdagi L1 uzunlik berilgan. Uzib bilan birga ishlatilayotgan avtomat qurilmasini ko'rsatgan. Undan chiqqan L2 uzunlik berilgan va zazemleniya shinasiga ketgan uzunlikni L3 deb nomlagan. Shunday holatlarda, ya'ni L1, L2, L3 bo'lgan holatda uchalovini yig'indisi 50 santimetrdan oshmasligi kerak hisoblanadi. Bu holatda L1, L2 berilgan, ya'ni oddiyroq, soddaroq sxema ko'rsatilgan, ammo bu yerda bunday ulash mumkin emas deyilgan. Sababini ko'rib chiqamiz. Uzunlik 50 santimetrdan ko'payib ketgani sababidan. Mana buni uzunligi bor L1, mana buni uzunligi bor L2 va L3 uzunligi bor. Shularni bir-biriga qo'shib chiqqanda 50 santimetrdan ko'proqni hosil qilgani uchun bunday sxema ulanish taqiqlangan hisoblanadi. Qanday qilish mumkin bu holatda? Axir boshqacha ulolmayapmiz-ku deb aytishlari mumkin. Bir yechim bor. Aynan shu zazemleniya shinasidan yana bitta kabel tortib, bitta shina yaqinlashtirib olib kelinadi. Shunda uzunligimiz ancha qisqagina, kaltagina bo'ladi. L kaltaroq 50 santimetr mana ko'rsatilgan yoki teng. 50 dan ko'p bo'lmasin degan shart qo'yilgan. Quyidagi terilgan shitga e'tibor beramiz. Birinchi toifasidagi uzib hisoblanadi. Eruvchan saqlagichlar ulangan. E'tibor bersak, simlarning uzunligi ham eng minimal darajada qilingan. Zazemleniya simlari ham minimal darajada ulangan. Mana bunday ulash tavsiya beriladi. Keyingi suratga ham e'tibor beramiz. Bu yerda 4 polislik, ya'ni 3 fazalik tizim uchun mo'ljallangan ikkinchi toifadagi uzib ko'rsatilgan. Mana zazemleniya shinasi va unga kaltagina kabel orqali mana bunday qilib ulangan. Yuqori brendga ega bo'lgan uzibni sotib olsangiz, korobka ichida qog'oz yo'riqnomasi chiqadi. Yo'riqnomasida barcha shu chizma chizib, tavsiya va tafsilotlar berib ketilgan bo'ladi. Uzibni xarid qilganimizda odatda korobka ichidan, upakovka ichidan mana bunday pasporti, yo'riqnomasi chiqishi kerak. Yaxshi brendli uziblarda albatta bu narsa bo'ladi. Hozir e'tibor beradigan bo'lsak, mana L1 uzunlik berilgan, L2 uzunlik berilgan va L3 uzunlik berilgan. Yerlashtirish shinasi va unga ulangan kabel. Va shu L1, L2, L3 uzunligimiz umumiy aytganda 50 santimetrdan oshmasin degan. O'rtaga predohranитель qo'shilishi mumkin. Kirish kabelini hisobga olinmagan ko'p hollarda shunday. Mana bu sxemada ham ko'rishimiz mumkin. E'tibor bersak, bu predohranitellar hisoblanadi. Modullik predohranitellar. Kabelni mana bunday qilib orqasidan olib o'tgan. Lekin iloji boricha shuni ham kaltaroq qilish imkoniyati bor. Masalan, endi bu holatda gribionka deymiz, ya'ni taroq orqali tepadan ulangan, shuning uchun pastdan olib chiqishga majbur bo'lingan. Iloji bo'lsa, shuni bir-biriga yaqin qo'yib, ikkita modulni, ya'ni bu va uzibni yaqinroq qo'yib, tepa qismidan to'g'ridan-to'g'ri ulab yuborsa bo'ladi. Shunday kabellarning uzunligi ham kaltaroq bo'ladi. Mana bu shitga ham e'tibor beramiz. Yaxshi yechim qilingan. Bu yerda ham kirib kelish liniyalari bu yerdan kirsa, predohranitellar, mana modullik predohranitel ko'rsatilgan. Bulardan chiqib, mana uzibga kirib ketgan. Uzibni yerlashtirish kabeli esa eng minimal darajada kalta, qisqa ulangan. Klemma, proxodnoy klemma hisobga olinmaydi. Buni uzunligi va bundan keyin ketgan uzunlik vodnoy kabelning, zazemleniya vodnoy kabelining uzunligi hisobga olinmaydi. Chunki uzib ishlab chiqaruvchi faqat uzib bilan bog'liq ulanishlardagi uzunlikni e'tiborga oladi. Albatta, uzib mavzusi juda keng mavzu hisoblanadi. Bu haqida hattoki oylab darsliklar o'tish mumkin.
Biz eng kerakli joylarni ko'rib chiqyapmiz. Ba'zan proyektirovщикlar o'zi bilan bog'liq bo'lgan hisob-kitoblarni qilayotganda, shit terish kerak bo'lganda o'sha loyiha ustida ishlayotgan bo'lsalar, qiynalib qoladi. Bu turgan gap. Alohida yechimlar ham mavjud. Har bitta ishlab chiqaruvchi o'zining taklifiga ko'ra tayyor bloklar ham sotiladi. Masalan, Schneider Electric kompaniyasiga mansub iQuick PRG degan modeldagi uziplar mavjud. Bularga hech qanday bosh qotirib o'tirish shart emas. Ular o'zi ichida hammasi mavjud. Eruvchan saqlagichdan tortib himoya avtomatigacha mavjud. Buni shunchaki o'sha kirish avtomatidan keyin chaqmoq energiyasi qanchaligini baholab, shu holatda o'rnatilsa kifoya qilinadi. Albatta, bunday tayyor bloklar ancha qimmatroq turadi. Shit ichiga uzipni joylashtirganda proyekt qilinadigan bo'lsa, L1, L2 va L3 uzunligi haqida gaplashsak, aytaylik, mana bu kirish kabeli hisobga olinmaydi shu holatda. E'tibor berdim, adabiyotlarni o'qib chiqdim, ammo kirish kabeli hisobga olinmagan ishlab chiqaruvchilar tarafidan. Shunda biz ham faza, ham nolni uzunligini yig'indisini hisoblamaymiz. Shuni ham inobatga olamiz. Bu degani L1 mana buni o'zini hisoblaymiz. Aytaylik, mana buni olaylik, bu tarafni. Bir tarafni uzunligi faqat hisoblanadi. L1 uzunligi aytaylik, mana bu yerda 5 sm deylik. L2 mana bu yana 5 sm deylik. 10 sm bo'ldimi? Bu yerda mana L3. Bu ham bir taxminan 7-8 sm chiqadigan bo'lsa, 18 sm ni tashkil qiladi umumiy uzunligi. Bu eng optimal ko'rinishdagi ulanish hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, malakali elektriklar buni darhol tushunib yetishdi, chunki mana kabellar eng kalta holati aynan shunday holatda joylashtirganda hosil qilish mumkin. V shaklida tarmoqlanish mana bu yerda sodir bo'lingan bo'ladi. Ammo lekin orqa tarafdan o'tgani uchun bizga unchalik ochilgandek tuyulmayapti. Mana relay напряжение, kirish avtomati deylik mana. Kirish avtomati bu предохранитель va nihoyat uzip mana. Shu holatda ulansa, kabellarni eng kalta uzunligiga erishish mumkin bo'ladi. Yana boshqa holatlarni ham ko'rib chiqaylik. Mana bu holatni ko'rib chiqamiz. Kirish kabeli bu yerdan kirib kelgan hisoblasak, hop, kirish avtomati bu yerda bo'ladi. Kirish avtomatidan keyin предохранитель bu yerda bo'ladi sxema bo'yicha. Va предохранительdan keyin esa mana uzip bu yerga ulangan bo'ladi. Asosiy kirish elementlarini tepa qatorga termoqchi bo'lsak, shunday ulasak bo'ladi. Ham kabellarning uzunligi minimal bo'ladi, ham birinchi qatorning o'zida biz barchasini taxlagan bo'lamiz. Ammo bir muammo tug'iladi. Uzip ko'p hollarda yerlashtirish klemmasi pastdan chiqqan bo'ladi. Pastdan chiqqan holatda klemmani mana bunday olib o'tib, проходной klemnik orqali olib o'tish mumkin bo'ladi. Yana bir narsani eslatib o'tish foydadan xoli emas. PV3 deb nomlangan mashhur bu kabellar yoki afzalroq ko'rinishidagi PU, GV, NG, ALS ko'rinishidagi kabellar barchasi dumaloq shaklda bo'ladi. Dumaloq shakldagi kabellar induktivligi nisbatan yuqoriroq hisoblanadi. Aynan shu joyda проходной klemnik ulanishining sababi mana bu kabelni yaxlit, ya'ni bitta kabelni o'zida tepaga olib chiqilinmagani sababi shu yerdagi induktivlikni kesish maqsadida qilingan bo'ladi. Xuddi haligi sxema bo'yicha shu kichkina shinani uzipga yaqinroq holda joylashtiriladi. Shunday o'ziga xos bir manyovr orqali induktivlikni kesishga imkoniyat tug'iladi. Shunda shinamizning induktivligi minimal hisoblanadi. Sababi shinaning shakli to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'ladi. Unday shakldagi o'tkazgichda induktivlik eng minimal bo'ladi. Deyarli yo'q deb hisoblasak ham bo'ladi. Shuning uchun ham mana bunday shaklda manyovr qilib olib o'tish mumkin. Agar to'g'ridan to'g'ri olib o'tganimizda shu uzipning pasporti bo'yicha tavsiyasiga to'g'ri kelmay qolardi. Shunda montajimiz noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin edi. Nega deysizmi? Chunki
yerlashtirish kabelining uzunligi Schneider ko'pincha 10 santimetrdan oshirmaslikka harakat qiladi. Boshqa brendlar 15 santimetr degan bo'lishi mumkin. Aynan Schneiderda ko'p hollarda 10 santimetrdan oshirmaslikka harakat qiladi. L1, L2lar, ya'ni faza nollarni uzunligi esa zazemleniyanikidan uzunroq bo'lishiga yo'l qo'yib beradi. O'zgaruvchi tok hamda impuls xarakteristikasidagi tokning bir xususiyati bo'ladi. Skin effect deb nomlanadi. E'tibor beradigan bo'lsak, chastota qancha yuqori bo'lsa, bu effekt shuncha kuchli bilinadigan hisoblanadi. Ushbu suratda 0.51 secheniyalik kabel ko'rsatilgan. 50 Hz chastotada tok yo'nalishi to'liq ko'ndalang kesim yuzi bo'yicha qoplangan hisoblanadi. Ikkinchi holatda 50 kHz holatida tok yo'nalishi ko'ndalang kesim yuzasini to'liq qoplamagan bo'ladi. Chastotani orttirgan sari, mana 1 MHz da esa tok yo'nalishi sirtiga bora-bora ko'proq yaqinlashib qolgan bo'ladi. 50 MHz da esa deyarli faqat sirtidan o'tayotgan bo'ladi. Xuddi shu xususiyat impuls ko'rinishdagi toklarga ham tegishli hisoblanadi. Aytishimiz mumkin, chaqmoq doimiy tok va zaryadlar orqali hosil bo'ladi-ku deyishimiz mumkin. Ha, shunday doimiy tok zaryadlar orqali hosil bo'ladi, ammo uning sodir etilishi esa impuls xarakteriga ega holatda A nuqtadan B nuqtaga zarba beradi. Ana shu holatda impuls xarakteriga ega hisoblanadi. Va bu holatda ham skin effekt juda kuchli namoyon bo'ladi. Masalan, yer yuzasiga zarba berganda atrofga yoyilib tarqalishga harakat qiladi. Yer qa'riga o'tib ketish ham bo'ladi, ammo u miqdori nisbatan kamroq hisoblanadi. Yana bir shunday qiziq ma'lumot borki, 25 mm diametrdagi qalinlikdagi bir kabelni olaylik. 25 mm ni tashkil etadigan bo'lsa, 50 Hz chastotalik, ya'ni o'zgaruvchan tarmoqdagi chastotalik tokni ulaydigan bo'lsak, 220 volt aytaylik. Aynan shu 25 mm diametriga ega bo'lgan kabelni ko'ndalang kesma yuzasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, asosiy tok oqimlari 9,5 mm chuqurlikka kirgan holatda tashkil etar ekan. Ya'ni taxminan mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Ha, bu tomondan ham tok oqib o'tadi, ammo asosiy tok oqimi sirtiga yaqinlashib boradi chastota ortgan sari. Bu effekt chastota ortgan sari kuchayib borar ekan. Chaqmoqning impuls xarakteristikasida ham yuqori shovqin, ya'ni chastota xarakteristikalari bo'ladi. Buni oscillogrammalarda kuzatish mumkin. Shuning sababidan induktivlik effekti bor joyda skin effekt ham yonma-yon yuradi. Aytaylik, shunday vaziyatlar bo'ladi. Uzipni zazemleniya klemmasidan zazemleniya shinasigacha bo'lgan masofa ancha yuqori. Va biz oddiy kabel bilan ulaydigan bo'lsak, ya'ni dumaloq shakldagi kabel bilan ulaydigan bo'lsak, albatta bu holatda masofa ham uzoq bo'ladi, skin effekt ham kuchliroq bo'ladi. Shu holatni qanday manyovr bilan aldab olib o'tish mumkin? Hozir bir tavsiya beraman. Shu holatlarda zazemleniya klemmasiga yassi, ya'ni ploskiy kabel bilan, apletka deymiz, massa kabeli ham deymiz. Ana shunday ploskiy kabel bilan zazemleniya shinasiga ulashni tavsiya beraman. Yassi shakl nimani beradi? Bu katta yuzani beradi. Chaqmoq urgandagi holat skin effektni keltirib chiqaradi. Aynan shu skin effektni aldab o'tish uchun yuzasi katta bo'lgan yassi, ya'ni ploskiy holatdagi kabellardan foydalanish tavsiya beriladi. Masofa, ya'ni uzipni zazemleniya klemmasidan bo'lgan va shinagacha bo'lgan masofa katta bo'lgan holatlarda aynan shunday yo'l tutish tavsiya beriladi. Bu kabelni qanday markirovkasi bo'yicha topish mumkin deb so'raydigan bo'lsak, masalan,
BZ-10-300 deb nomlangan KVT firmasiga tegishli. Qolaversa, bu kabi ploskiy kabellar induktivlikni ham minimallashtirib beradi. Qalaylangan, usti okisleniyadan himoya qilingan ko'rinishdagi ploskiy kabellar ishlatish tavsiya beriladi. Ammo bu suratdagi kabi burama qilib montaj qilishdan ehtiyot bo'lish kerak. Iloji boricha to'g'ridan-to'g'ri qotirishni tavsiya beraman. Bu suratda shunchaki ko'rsatish uchun yig'ilgan ekan. Shunga topa olgan suratim shu edi. Xatoni takrorlamaslik kerak, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ulash kerak bo'ladi. Uzib o'rnatilayotgan obyekt turar joy xonadon bo'lsa, tavsiya berardim olov o'chirgich, modullik olov o'chirgich o'rnatishlikni. Bu har xil o'sha noxush holatlarni oldini oladi. Ishlab chiqarish zonalarida bo'lsa, unda shart emas, shunchaki nazorat ostida bo'ladi. Shitga yig'ishdagi 3-holatni ko'rib chiqamiz. Kirish kabelimiz bu yerdan kirib kelgan. Kirish avtomatimiz. Avtomatdan V shaklida tarmoqlanish qilinadi. Ya'ni relay напряжение tarafga ketgan, kuchlanish relesiga ketgan va eruvchan saqlagich tarafga ketgan. Bu ham o'z navbatida eruvchan saqlagich, mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, orqa tarafdan olib o'tilinadi, tepadan kiradi, pastdan chiqadi va uzibni mana bunday holatda ulasa ham bo'ladi. 3-shaklda farqi shuki, mana ko'rib turganimizdek shunday bir uziblarning turi bor. Masalan, Schneider Electricda mana bunday shaklda belgini ko'rsak, ya'ni line fazani unday o'girsak ham, bunday o'girsak ham to'g'ri kelaveradimi? Demak, teskariga o'girib turib ishlatsa bo'ladigan uzib hisoblanadi. Agar shunday model bo'lib qolsa, bu albatta bizga har taraflama qulay hisoblanadi, chunki ba'zi bir shitlarda imkonsiz holatlar bo'lib qoladi. Ana shunday holatlarda mana bunday yechim bilan montaj qilib ketish mumkin bo'ladi. E'tibor beramiz, yerlashtirish klemligi tepadan ulasa bo'ladigan holatda turibdi va yerlashtirish shinasiga juda yaqin holatda turibdi. Bu ham juda yaxshi variant hisoblanadi. Ya'ni kirish avtomatidan keyin предохранитель keladi, undan keyin esa uzib keladi. O'rtada esa olov o'chiradigan vositalardan foydalanish tavsiya beraman. 4-variantni ham ko'rib chiqamiz. Aynan xuddi shunday ulanishda saqlanib qolgan, tepadan yerlashtirish klemligi, pastdan esa faza va 0 ulangan. Ammo e'tibor bersak, bu yerda предохранитель yo'q. Lekin shunday ulasa ham bo'ladi. Kirish kabeli bu tarafdan kirib kelgan, kirish avtomatiga kelgan, kirish avtomatidan esa tarmoqlanish qilingan. Ya'ni biri relay напряжение tarafga ketgan, biri esa uzib tarafga ketgan. Ya'ni parallel ulanish mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Bundan oldingilarda ham xuddi shunday. Uzibimiz iste'molchiga parallel ulanadi va uzibimiz kirish qismiga yaqin turishi kerak hisoblanadi. Ya'ni zarbani birinchi kutib oladigan uzib bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda mana avtomat kirish avtomatiga eng yaqin holatda turibdi. Bu vositani olib tashlashimiz ham mumkin. Shunda bir-biriga juda jipslab qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerda mana joydan yutgan hisoblanamiz. E'tiborli jihati shuki, avtomat nominalni to'g'ri tanlash kerak. Kabellarning uzunligi ham kalta bo'ladi. Shunda uzib kirish avtomatiga yaqin turgan bo'ladi va birinchi zarbani o'zi qabul qilib oladi. Iste'molchi tarafga esa o'sha UP parametridagi kuchlanish o'tib ketadi xolos. Ushbu darsliklar foydali bo'lgan bo'lsa, yoqti tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaylik. Xayr, barchaga salomat bo'linglar.